2+2 dasturi va bepul til kurslari haqida xabaringiz bormi? Bu imkoniyatlardan foydalanish qanday amalga oshiriladi? Batafsil mazkur videoda javobini topishingiz mumkin. Til kurslari bepul o'qish mumkinmi? Ha, albatta. 2025-yil 8-oktyabrdagi Vazirlar Mahkamasining 632-sonli qaroriga asosan endi yoshlar xorijiy tillarni o'rganish xarajatlarini bir qismini subsidiya orqali qoplatishlari mumkin. Savol: subsidiya degani nima degani? Ya'ni u qanday ma'noni anglatadi? Oddiy qilib aytganda, davlat sizning o'qish xarajatlaringizning bir qismini qoplab beradi va siz esa bu bo'yicha hech qanday to'lovlarni amalga oshirmaysiz. Bunda 6+2 dasturida 2 oy o'zingiz xarajatlarni to'laysiz, qolgan 6 oyini esa davlat to'lab beradi. Mana shu subsidiya hisoblanadi. Kimlar bu yordamdan foydalanishlari mumkin? Bugungi kunda, ya'ni 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar, ya'ni yoshlar toifasiga kiruvchi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan yoshlar, ya'ni maktab o'quvchisi ham, talaba ham, ishlayotgan shaxslar ham bunday imkoniyatdan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Qaysi tillarni o'rganish uchun subsidiya beriladi? 6 ta til bo'yicha subsidiya beriladi, ya'ni ingliz, nemis, fransuz, koreys va xitoy tillari uchun subsidiya beriladi. Subsidiya miqdori qancha bo'ladi? Ya'ni bu sizning yashayotgan joyingizga bog'liq. Masalan, Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarigacha, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar markazlarida 1,5 baravargacha miqdorda qoplanadi. Tuman va shaharlarda esa 1 baravargacha miqdorda moddiy yordam beriladi, ya'ni kompensatsiya sifatida sizga subsidiya beriladi. Demak, bu sizning asosan yashaydigan hududingizga bog'liq bo'ladi. Qayerda ariza topshirish mumkin? Ya'ni hammasi onlayn bo'ladi. Yonda o'z platformasiga kirib, OneID orqali tizimga kirasiz. Minimal talablar bo'yicha til sertifikatingizni joylashtirasiz. Shuningdek, o'qimoqchi bo'lgan til va markazni tanlaysiz. Shartnoma elektron tarzda tasdiqlanadi. Ketaversin. Minimal talablar bo'yicha til sertifikati deganda qanday hujjat tushuniladi? Bu siz ilgari olgan, ya'ni til bo'yicha eng kam minimal darajadagi bilim borligini isbotlovchi hujjat. Masalan, ingliz tili yoki eng kichik IELTS sifrdagi milliy sertifikatlar yoki boshqa toifadagi sertifikatlarning eng minimal darajalari tushuniladi. Har qanday o'quv markazi subsidiya orqali tizimdan qatnasha oladimi? Yo'q, faqatgina elektron platformadan ro'yxatdan o'tgan, litsenziyaga ega bo'lgan va davomatni elektron qayd etadigan o'quv markazlari ishtirok eta oladi. Ya'ni tizim shaffof, kim darsga borgan, kim bormagan, hammasi onlayn kuzatiladi. Davlat bu dastur orqali qancha yoshga yordam beradi? 2025-yil 2025-2030 yillar davomida jami 100 ming nafar yoshlarga subsidiya ajratiladi. Faqatgina 1 yil uchun 20 ming nafardan ortiq subsidiya berilmaydi. Limit to'lgan bo'lsa, keyingi yilga bu limitlar ko'chiriladi. Agar ilgari boshqa dastur orqali til kursiga pul olgan bo'lsam, yana olishim mumkinmi? Yo'q. Agar siz ilgari yoshlar daftari yoki 2021-yil 13-apreldagi Vazirlar Mahkamasining 209-son qarori orqali imtihon topshirishga doir xarajatlarni qoplatgan bo'lsangiz, shuningdek, ayni mazkur til bo'yicha qoplatgan bo'lsangiz va yordam olgan bo'lsangiz, ayni mazkur til bo'yicha hech qanday yordam ola olmaysiz. Faqatgina boshqa til uchun olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, endi xorijiy tilni o'rganish faqat orzu emas, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan imkoniyatdir. Ya'ni yonda o'z platformasiga kiring, orzuyingizga yoqqan tilni va markazni tanlang. Sizga kerakli bo'lgan narsa bu istak va faqatgina xohish xolos.